Sharq Turkistonda qabr tashlarini Xitoychaga o'zgartirish kerakligi belgilandi. Xitoy kommunistlarining Sharq Turkistondagi zulmining eng yangi bir turi qabr tashlarini Xitoychaga o'zgartirish bo'ldi. Bu ahvol 1989-yili Bulgariya Kommunist partiyasining turklarga yurgizgan qabr tashlarini bulg'archaga o'zgartirish siyosatini eslatdi. Qozog'iston Tashqi ishlar ministrligining bayonotiga asoslanganda Xitoy 2000 qozoqning Qozog'istonga chiqishiga ruxsat qilgan. Bu 2000 kishining Xitoyning jazo lageri siyosati yangi boshlanganda urug' tuqqanlari Qozog'istonda panohlik tilgan hamda Birlashgan Davlatlar Tashkiloti, Amerika va Yevropa Ittifoqi kishilik huquq komiteti qatorliq xalqaro kishilik huquq organlariga oila a'zolari va urug' tuqqanlarni qutqizish haqida sinliq va yozma iltimos sungan kishilardan tashkil topganligi diqqatni tortdi. O'lka o'choqlari Istanbul sho'basi 10 dekabr Dunyo kishilik huquq kuni munosabati bilan Sulton Ahmad maydonida axborot e'lon qilish yig'ini ochdi. Sharq Turkistondagi zulmga norozilik bildirish uchun qo'llariga zanjir taqib olgan tashkilot a'zolari yuzlariga Sharq Turkiston bayrog'i tushirilgan maska taqdi. Bayonotda 10 dekabr Dunyo kishilik huquq kuni ekanligini ta'kidlab, kishilik huquq kitobnomasiga asosan hech kimga tan jazosi berishga bo'lmaydi. Har bir shaxsning diniy erkinligi bor, lekin Sharq Turkistonda qondoshlarimiz qonliq yosh to'kmoqda deyildi. Shuning bilan bir vaqtda Germaniyaning Myunxen shahri boshchiligida nurg'un shaharda Xitoyga qarshi namoyish o'tkazildi. Xitoyda nurg'unlagan olma mahsulotlarining patent huquqiga daxl tarz qilganligi sababli setishdan cheklanganligi ma'lum bo'ldi. Boshtavi Amerikaga joylashgan Qualcomm shirkatining bayonotiga asoslanganda Xitoydagi Fujian sud mahkamasining qarori bilan olma mahsulotlarining nurg'un modellarining setilishi cheklangan. Bayonotda aytilishicha, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus va iPhone X qatorliqlarning setilishi cheklangan. Xitoyda soqchilarning chirkovlarga qarta harakat ilib borganligi va bu harakatga nurg'unlagan chirkov mas'ullari va murtlarning qo'lga ilinganligi bildirildi. Xitoyning g'arbiy janubidagi Chengdu shahrida elib berilgan harakatda Erli Reyn nomli chirkov mas'ullarining va a'zolarining uyi bostirilib, nurg'un kishi qo'lga ilingan.